Ha, tinchlikmi? Yo'q, tinchlik. Shoshma, o'zim qarayman. Ber. Assalomu alaykum. Oilaviy emlash restoraniga xush kelibsizlar. Nima zakaz qilasizlar? Xo'jayin, ana bu akachi bilan turgan sening shahlomasmi? Yo men adashtiryapmanmi? Yo'q, o'xshatyapsan. Hayda, yo'lingdan qolma. Marras. Meni sinimni olti ikkinchi o'ralashmagin. Mo'ykachiga beradigan sinim yo'q. Boshqa adresga tushib qolsan. Tengi bilan, tezak qopi bilan boshqa ko'zimga ko'rinma. Yaqinlashma sinimni olti. Hey. Uyg'on. Bu narsa zakaz qil. Nima xayol kirib ketding? Hammasi joyida, xayol surmayman. Bizga hozir 2 xil salat, non, choy berib tur qoling. Xo'p bo'ladi. Hozir olib kelaman aka sizlarni. Anvar aka, mazam bo'lmayapti shekilli. Yuzim yuvib kela qoling. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kamchiliklar bo'lmayaptimi? Nimadir narsa kerak bo'lsa aytasizlar. O, menga qara, yalanga yo. Mani baxtimga to'g'anoq bo'lmoqchimisan? Bu meni bo'lajak turmush o'rtog'im bo'ladi. Mani yo'limda o'ralashma. Bu topayotgan pulingga meni boqolmaysan. Yaxshi qiz, qo'lingizni olib gapiring. Uzr, siz tanimadimmi? Qatta qolib ketding? Bittasi shuni asabimga tegib qoldi. Tinchlikmi? Bu ofisiantni ko'rib g'alati bo'lasan sen. Yo'q, mazam bo'lmayaptimi? Xavotir olmang, hammasi joyida. Aksan shunda shot topga boring. Namangan Imorat oilaviy restoranidan sizlarning shotingizni to'langan aka. Voy, tushunmadim. Kim to'ladi bizning shotimizni? Xo'p, ana kassan oldida turibdilar, xo'jayinimiz to'ladi. Ikkilar xafa bo'lib ketishmasin, xo'pmi? O'rtoqlar tashqi ko'rinishga qarab baho berish kerak emas. Video ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Rahmat, sog' bo'linglar. Senga aytganmidim, soch qo'ymagin deb. Yana ket. Bilardi-ku, men 5 yildan beri gaplashib yurgan qizimni. O'tmishing ortda qoldi, tushundingmi? U meniki. To'yni buzishga harakat qilmang. To'y kuni ana. Ha, bo'ldi, xo'p. To'xta, nima bo'lyapti bayda? O'ldiraman seni. O'zingni tushundingmi? Sen nima urishyapsanlar, Aka, ko'rmaysizmi? Men 5 yildan beri gaplashib yurgan qizimga uylanyapti-ku, aka. Men unga uylanaman dedim, uylanaman. Hech kim meni aralashishga haqqi yo'q. Hot. To'yingdan keyin bilasan. Bokira emasdan. O'zingni bos, sen qanaqa erkaksanlar? Bu 5 yildan qolgan qizga uylanib g'ururlanyapsanmi? Qanaqa erkaksan? Oring bormi? Go'shingni ya bir-biringni, erkaklar. Sherning peri, sherning xislati, tabiati. Shunday chanqab turganda yugurib suvni oldiga kelsa, it agar suvni yalab turganini ko'rsa ichmay ketib qolar ekan. Qani bizlarning sherlar? Ayollarini birovlar chekalarini yalab qo'ysa ham birga yashayotgan sherlar.